Men bir kun kelib ko'knorini reklama qilaman deb o'ylamagandim. O'rtoqlar, mana buni ko'ryapsizlarmi? Tabiiy o'tlardan, giyohlardan tayyorlangan, ya'ni ko'knorini urug'idan olingan yog' ekan. Juda ham o'rtoqlar zo'r narsa ekan. Men hozir sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Bu videoni o'tkazib olishga cho'chimanglar, chunki buni sertifikati bor. 2 yil davomida akalarimiz qiynalib bo'lsa ham Sog'liqni saqlash qo'mitasidan sertifikatlari olingan ofitsialniy savdoda hech qanaqasiga ошибкалari yo'q. Eng asosiysi bu o'ziga o'rgatib qo'ymaydi. Bunda omega 3, omega 6 va E vitaminlari bo'lganini hisobiga stressda yuradigan okalar bo'ladi. Ana o'shalarni stressiga baham beradi. Kechqurun yaxshi uxlolmaydigan okalarimiz bor. Ana o'shalarni ham kechqurun yaxshi uxlashini ta'minlab berar ekan. Eng asosiysi mana bu teri salomatligini ham qo'llab-quvvatlar ekan. Juda ham mayin qilib qo'yar ekan. Teriga sursa ham bo'lar ekan va undan tashqari immunitetni ko'tarar ekan. Agar o'rtoqlar sizlarda shofyor okalar bo'lsa, kechqurun uxlolmaydigan okalar bo'lsa, ko'p stress bilan yuradigan okalar bo'lsa, srochni yuborib qo'yinglar. Bu noyob topilmaydi. 100% natural o'rtoqlar. Bu yog'ni o'zi bo'ladi 30 mg. Hozir buni o'zimiz ham ichib tekshirib ko'ramiz. Bu tili tagiga tashalar ekan. Ukrainadan mahsulot kelyapti, yog'i. Bu yoqda qadoqlanyapti okalarimiz tomonidan mana shunaqa brendlar qilib, upakovkalar qilib qadoqlashayotgan ekan. O'zingizlarda mana bunaqa narsa chiqar ekan. Mana qaranglar. Mana bunday chiqargansizlar-da. Mana. Tilitaga tashab qo'ysanglar bo'ldi ekan. Yana to'liqroq ma'lumotni mana shu nomerga telefon qilsanglar bila olasizlar. Bitta yurechani qizartirib qo'yib, bu videoni kimga tashab qo'yishni o'zingizlar bilasizlar.